Xitoy doiralari diniy e'tiqodga qarshi jang e'lon qilgan yaqinqi 3 yilda Sharqi Turkistondagi masjidlarning ko'payishini cheqish va yo'q qilish bilan qanoat qilmasdan, uning o'rniga e'tiqod ahlining ustilab g'ururiga tegadigan ishlarni qilgan yoki mulozimat o'rinlarini ta'sis qilgan. Egillanishicha, Oltushning Suntoq yezisidagi To'kil masjid tövanga tushgan kadrlarning ehtiyoji uchunla Oberniga o'zgartirilgan. Ma'lum bo'lishicha, Oltush shahar ichidan 3 kilometrcha uzoqlikdagi bu masjidning Oberniga aylantirish qurilishi buningdan 2 yil burun ma'lum bir Xitoy qurilish shirkati tarafidan elib berilgan. Amerikadagi Claremont Makina institutining professori German Marshall fondining tadqiqotchisi Pemenshin maqola e'lon qilib, Xitoyning Sharqi Turkistondan chiqish strategiyasiga ehtiyoji borligi, uning barliq Uyg'urlarni qo'yib berib, ularning har biriga $14,000 dan jami $14 milliard to'lam to'lashini tavsiya qildi. O, Xitoy Sharqi Turkistondan chiqish strategiyasiga ehtiyojliq mavzuliq maqolasida Beyjingning Sharqi Turkistonda oqmaydigan hozirgi siyosatidan ilgari-keyin bo'lib voz kechishiga ehtiyoji tushadiganligini ta'kidlagan. Uning ilgari surishicha, Beyjingning yuzini saqlab qolishining yo'li tutqundagi barliq Uyg'urlarni qo'yib berish, ularning har biriga $14,300 dan to'lam to'lab, turmushini radga solib olishiga yordam qilish ekan. O, bu pul ziyonkashlikka uchirg'uvchilarning ma'naviy ziynini to'ldira olmasimi, lekin buning to'g'ri yo'linishga qarab besilgan qadam ekanligini bildirgan. Uning ta'kidlashicha, Xitoy hukumatı yana Uyg'urlarga uzun mezgillik moliya taraqqiyot yordami berishi, Sharqi Turkistonning tabiiy boyligidan tang bahramon bo'lishi, ilhom to'xtini qo'yib berishi, Uyg'urlarning hukumatdagi o'rnini kuchaytirishi, Uyg'urlarning madaniyatiga hurmat qilishi, Xitoy ko'chmanlarini to'xtatishi kerak ekan. Amerika ovozi to'rining xabar qilishicha, Amerika davlat ishlari kotibi Pompeo Paragadagi Chex parlamentida qilgan so'zda Xitoyning millionlagan Uyg'urni jazo lageriga solab ziyonkashlik qilishi 21-asrdagi bir qora dog' dedi. Pompeo so'zida O'rta va Sharqiy Yevropadagi taraqqiy qilayotgan davlatlarning tasdiqda erishgan erkinligini qo'g'dash uchun Rossiya va Xitoy qatorliq mustabid davlatlarning tahdidiga botirlik bilan taqobil turishi kerakligini, Xitoyning Rossiyaga qaraganda texmi cho'ng tahdid paydo qiladiganligini ta'kidladi. Pompeo Xitoyning tahdidi haqida to'xtalib mundoq dedi: Xitoy tanka va miltiq ishiltishining o'rniga iqtisodiy kuchini ishiltadi. Bu Sovet ittifoqi bilan tubdan o'xshamaydi. Bu sababdan Xitoyga taqobil turishimiz texmi tez. U yana Xitoyda o'tirg'i chiqqan Wuhan virusi haqida to'xtalib, buning yer shari xarakterlik masalaga aylanib, dunyoga zo'r ziyon elib kelganligini ta'kidladi. Amerika Tashqi ishlar ministri Pompeo Varshavada Polsha davlat mudofaa ministri Blassak bilan ko'rishib, davlatining Polshadagi askarlarini ko'paytirish to'g'risida kelishim imzoladi. Amerikaning Polshadagi harbiy mavjudligini oshirishni ko'zda tutgan bu kelishim poytaxt Varshavada Polsha davlat mudofaa ministri Mariusz Blassak va Amerika davlat ishlari kotibi Mike Pompeo tomonidan imzolandi. Kelishimga asosan Germaniyadan chekinmoqchi bo'lgan bir qism Amerika askarlari kelar yildan boshlab Polshaga o'rnashtirildi. Polshaga hozirgi 4500 Amerika askardan boshqa yana 1000 askar avatishni planlagan kelishim yana Amerikani Polshaning harbiy aslahalarini ziyorat qilish va hozirgi aslahalarini zamonaviylashtirish imkoniyatiga ega qiladi. Amerika davlat mudofaa ministrligi oldingi oyda taxminan 12000 amerikalik harbiy xodimni Germaniyadan chekintirganligini e'lon qilgan edi. Somalining poytaxti Mogadishodagi bir mehmonxonaga qilingan bomba va qurolli hujumda 17 odam qazo qildi, kam deganda 30 odam yaralandi. Xabar qilinishicha, poytaxtdagi Lido dengiz sohiliga joylashgan mehmonxonada bomba qochilangan mashina bilan o'zini qo'shib hujum qilish voqeasi yuz bergan. Arqadan to'qinish chiqqan. Hujumda 17 odam qazo qilgan, kam deganda 30 odam yaralangan. Bexatarlik qismlari naq maydonga avatilgan bo'lib, izlash va qutqizish xizmatida 200 dan ortiq odam qutqizib olingan. Terrorlik tashkiloti Ash-Shabob bu hujumning javobgarligini ustiga oldi.